Real Madrid muxlislari, iltimos xafa bo'lmanglar. Men sizlarga bitta achchiq haqiqatni aytaman. Real Madridda prezidenti nima u? Qo'ymi u? Barselona nima qilsa Real Madrid ham shuni qilishga majburmi? U o'zini fikri, o'zini dunyoqarashi yo'qmi? Barselona qaysi transferga qiziqsa, Real Madrid ham shu transferga qiziqyapti. Barselona Bernardoga qiziqdi, Real Madrid shartnoma imzolab oldi. Barselona Guardiolaga qiziqdi, Real Madrid taklif jo'natmoqchi bo'lyapti. Alvaresga qiziqsa, Real ham Alvaresni sotib olmoqchi bo'lyapti. Dumfriesga qiziqdi Barselona. Dumfriesni ham Real Madrid sotib olmoqchi bo'lyapti. U Barselonaga nima qilmoqchi bo'lyapti Real Madrid tushunmadim. O'zini tuzib qo'ygan bir hiylakor plani bormi? Yo Barselonaga o'chashyaptimi? U umuman noto'g'ri narsada. Sizlar mana adekvat muxlis sifatida qanday qaraysizlar bu Real Madridda qilayotgan ishlariga? Bu umuman noto'g'ri. Barselona nima qilsa, Real Madrid shuni qilishi shart bo'lib qoldi. Yana yomon ko'rmanglar meni. Men shunchaki sizlarga achchiq haqiqatni aytyapman.